Ana buni ham bosdi. Bosing. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ahli islom birodarlar, Alaykum assalom. bizlarni va sizlarni jannat ahllaridan qilsin inshaalloh. Amin. Amin. İnşallah biz Amin. Hazreti Rasulullah sallamning To'rtpicha qizil maydag'ini bo'lib qolaman. İnşallah. Bugün bizning bilan inshaalloh ketadigan kunlarimiz keldi inshaalloh. Yana bu aynan mana bu yerda 10 kun inshaalloh mana shu yerda mazza qilib yashab inshaalloh ibodatlar qildik. Va sizlarga ham mana shu kelib turib ibodat qilishlik, namoz o'qishlik nasib qilsin inshaalloh. Amin. Amin. Biz ham inshaalloh mana bugun endi Hazreti Rasulullah sallamning takliflarini barib yana bir bor inshaalloh xayrlashamiz, salom beramiz. Ana keyin nasib bilan inshaalloh yo'lga chiqamiz. Yana bugun inshaalloh yani aeroportga qarab yo'l olamiz inshaalloh. Ay Allohga amonat bo'linglar inshaalloh. Sizlar ham mana shu joylarga kelib ibodat qilinglar va sizlarga ham shunday ibodat qilishni nasib qilsin inshaalloh. Jamiki mo'min musulmonlarning haqlariga deb duolar qildik inshaalloh. Sizlarga ham duo qildik. Sizlar ham kelib mana shu yerlarga kelib namoz o'qinglar inshaalloh. Amin. Amin. Duoni Alloh taolo qabul qilsin. Amin. Amin obrak.